Akalar bugun kelgan joyimizda Sergeli tumanining 5 yulduzli mahallalaridan biri, ya'ni Sug'diyona mahallasiga kelganmiz. 4 sotuli xonadonimiz 7 ta xonadan iborat bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, vaqtingizni achinmaysizlar. Xonadonimiz ugloviga joylashgan bo'ladi. Oldi tomonida shunaqangi chiroylikini zeleniy zonasi bor, yon tomonda zeleniy zonasi bor. Bu yerda mana bemalol bitta mashina qo'yishingiz uchun joylari bor va xonadonimizning ichiga kiramiz. Uyimizning ichiga kirib turib havas qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Hammamizga nasib qilsin shunaqangi xonadonlarda yashash va ota-onamizga shunaqangi xonadonlarni tabriklash hammamizga nasib qilsin. Akalar, ko'rishimiz mumkin bu yerda letniy kuxna qilingan, burchak tomonda bemalol ovqat qiladigan, idish-tovoq yuvadigan joylari mavjud. Xonadonimizning ichiga bemalol ikkita mashina qo'yishingiz bo'ladi. Tepalari yopilgan. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin zeleniy zonasi bor, shunaqangi chiroylikini va bu yerda bemalol hojona, hoja otalarimizni o'tirishlari uchun chiroylikini shunaqa besedkalar qilib qo'yilgan. Havas qilganlar like bosib yaqin tanishinglarga ulashib qo'yinglar. Meni o'zim rosa havasim keldi uyga. O'ng tomondan ko'rishimiz mumkin yer to'liga tushib ketuverish eshigi. Yer to'lamizda hamma katinli joylashgan va uy ichiga kirib ko'rib chiqamiz. Kirishimiz bilan kattagina shunaqa hol qismini ko'rishimiz mumkin. Shu yerdan divanli zona qilib bemalol choy ichib o'tiradigan joyi bo'ladi. Bu tomondan ko'rishimiz mumkin bitta TV zonasi bor mana, televizor qo'ramiz va o'ng tomondan ko'rishimiz mumkin ayollarning sevimli bo'lgan oshxona qismi. Mebellarni yasatasiz, endi o'zingiz ta'bizga qarab mebel yasatib olasiz. Bir xillarga biz yasatgan mebellar yoqmayapti. Ya'ni qimmatroq ichiga gaz plita yoki boshqa narsalar qo'yish mo'ljallashyapti. Keyinlarimizni xarakterlari juda ham og'irlashib ketyapti. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin zal qismini ko'ramiz. Katta shunaqa chiroyli lyustralar qo'yilgan. Hojaga endi o'g'lingizni uylantiradigan bo'lsangiz, o'g'lingizga bitta zal qismi qilib berasiz. Ikki tomonlama qaragan oynasi bor va uni yonginasida yotoqxona, ya'ni keliningizga yotoqxona sifatida spalniyani bersangiz bo'ladi. Master spalniya bo'ladi. Buni ham ikki tomonlama qaragan oynasi bor. Keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. Keyingi xonamizda ham bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi yoki kattalar yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. O'zining ichida sanuzeli bilan birgalikda bo'ladi. Sanuzeli aksessuarlari qo'yib beriladi va uni yonginasida bizning umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Uyimizning umumiy sanuzelini ko'rishimiz mumkin. Va yonimizda keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi. Buni ham tashqari qaragan oynalari shunaqa chiroylikini avoylardan, chiroylikini eshiklardan remontlar qilib qo'yishgan. Quruvchilarimizning dediga bitta 5 ta like bosib qo'yasiz. Mana keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. Har bitta xonani e'tibor beringlar. Oynasi, lyustrasi va havo aylanish uchun joylari qo'yib ketilgan. Ko'p quruvchilar bu narsalarni qo'ymaydi. Chunki xarajat bu ham. Keyingi sanuzelimiz va uni yonginasida yana bitta xonamiz bo'ladi. Yotoqxona sifatida bolalar yoki qizlar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda ham chiroylikini avoylardan foydalanilgan. Akalar, uyimizni 4 sotli yer maydoniga qurilgan 7 ta xona 220 kvadratdan iborat bo'ladi. Joylashgan joy Sergeli tumani Sug'diyona mahallasi, ya'ni orientir Moshina bozor ro'parasi yoki Bratskiy Mogiladan kelish yangi trassadan shunda kiraverishdagi joy bo'ladi. Ya'ni 5 minut oralig'ida Bratskiy Mogilaning perkroskasiga yetib borasiz. Hozirgi kunda probkalarning hisobiga hamma tezroq sentrga chiqib keladigan joylar mo'ljallayapti. Juda ham qulay bo'lgan lokatsiyada Sergeli tumani Sug'diyona mahallasi 4 sotuli xonadonimiz 7 ta xonadan iborat bo'ladi. Hamma sharoitlarni ko'rdinglar. Qolgan ma'lumotlar kelganini tushuntiraman. Narxi 269 ming baholadik. Qiziqqanlar bo'lsa nomer qoldiraman. Telefon qo'rasizlar. Telegram kanalida bundan da yaxshi ma'lumotlar bor.